Mening ismim Zulayho. Yoshligimdanoq oilaga, qadriyatga, iffatga katta ahamiyat berib katta bo'ldim. Otam mard, mehnatkash odam edi. Onam esa islomga amal qiluvchi, hurmatli ayol edi. Men shunday muhitda tarbiya topdim. 22 yoshimda ammamning o'g'li Shavkatga turmushga chiqdim. U yaxshi bola edi. Xarnasi bor, katta firmada ishlaydi. Uy-joy, mashinasi ham bor. Men uchun u vaqtda hayot shodlikdan iboratdek tuyulardi. Ammo haqiqiy hayot eshigi endi ochilgan ekan. To'ydan keyin men erim bilan birga uning ota uyida qaynota, qaynona, qaynsingil va ovsinim bilan birga yashay boshladim. Ovsinim Nazira mendan 2 yosh katta, ammo shu qadar og'ir-bosim, mehribon inson ediki, men unga opadek ilina boshladim. Uning turmush o'rtog'i, ya'ni erimning akasi Siroj Moskvada ishlaydi. Nazira 2 farzandi bilan biznikida yashardi. U ko'pincha jim bo'lar, ishini qilar, men bilan yaxshi muomalada bo'lardi. Bora-bora men Nazirani sevib qoldim. Haqiqatan u menga akasi yoki qaynotam emas, xuddi opamdek edi. Bir kun Nazira ham ishlash niyatida ekanligini aytdi. Qaynonam avval qarshilik qildi, lekin so'ng o'zim topgan ish joyi yaxshi deb yubordi. U yirik tashkilotda hisobchi bo'lib ishga joylashdi. Oradan 6 oy o'tdi. Naziraning o'zgarishi mening ham ko'zimga tashlana boshladi. Ilgari xayolda yurardi. Endi ko'zlari porlardi. Ilgari tunlari yetmay uylanardi. Endi kuladi. Uning ko'rinishi o'zgargan, parvarishga ko'proq e'tibor bera boshlagandi. Ba'zi kunlari kech qolardi. Men ko'nglimga shubha tug'ildi. Ammo yo'q, Nazira unday emas deb o'ylardim. Bir kuni u uyga yig'lab keldi. Yuzi sapsariq, ko'zlari hovuqqan. Men yugurib yoniga bordim. Nazira, nima bo'ldi? Dedim. U og'zini ochmadi. Kechasi yotoqda yonma-yon yotganimizda u to'satdan meni quchoqlab yig'lab yubordi. Qo'rqib ketdim. Opa, men nima qildim dedi. Men o'zimni bosib, nima bo'ldi ayting dedim. U jim bo'ldi. Bir necha daqiqadan so'ng men homiladorman dedi. Men jim bo'lib qoldim. Siroj kelmadimi deb so'radim. U boshini chayqadi. Yo'q, u emas dedi. Yuragim titrab ketdi. Unda kimdan? U qariyib pichirlab ishxonadagi bir erkakdan, u mendan 20 yosh katta boshliq. Avvaliga yordam berdi. Keyin e'tibor ko'rsatdi. Men o'zimni yo'qotdim. Qasddan qilmadim. Iltijo qilaman. Zulay, siz aytib qo'ymanglar. Bolani albatta tug'aman, lekin qaynotamga bildirmanglar. Menga og'ir bo'ldi. Shu kecha uxlay olmadim. Ertalab qaynonam Nazira nimaga ko'ngil aynib yuribdi dedi. Men ovqatdan zaharlanibdi dedim. Kunlar o'tdi. Nazira ishdan kelganda har kuni qulfini tekshirib, ko'zim bilan kuzataman. U g'amgin ko'rinadi. Homilasi kattalashgan sari tanasi ham o'zgara boshladi. Qaynonam ham shubhaga tusha boshladi. Bir kuni qaynotam bunga o'xshamagan narsa bor, kelinlarni shifokorga olib boringlar dedi. Men shu vaqtda Nazirani ushlab qoldim. Ayting, sizga yordam beraman. Bu holga kelmasligingiz kerak edi dedim. U boshda inkor qildi. Keyin yig'lab, u menga faqat vaqtincha sevgisini berdi. Endi esa chetga tortilyapti. Men esa bir haftadan keyin tug'aman dedi. Bu vaqtda Nazira tug'ish arafasida edi. Ushbu holatni yashira olmasdi. Bir kecha to'satdan og'rig'i kelib qoldi. Men shifoxonaga boringlar deb qaynotamni ogohlantirdim. Ular Nazirani kasalxonaga olib borishdi. Ertasiga telefonda menga Nazira tuqqanini, bola sog'-salomat ekanini aytdi. Lekin qaynonamning yuzida shubha paydo bo'lgach, chunki bola umuman Sirojga o'xshamasdi. Shundan so'ng tadqiqot boshlandi. DNA analizi qilindi va shu yerda achinarli haqiqat oshkor bo'ldi. Bola Sirojniki emas edi. Bu xonadonda to'fon bo'ldi. Qaynotam qo'l ko'tardi. Nazira yig'lab, "Men kechirim so'rayman, meni tashlab ketmanglar" deb ilojsiz aylandi. Shavkat mening erim ham jim, o'zini ham aybdor his qilardi. Axir u akasi bilan yuzma-yuz bo'lishga majbur bo'ldi. Siroj Moskvaning o'zidan qaytib keldi. Bolani ko'rdi. Nazira unga qo'llarini ochib, "Sensiz yolg'iz men xato qildim" dedi. Siroj gapirmadi. U bolani ko'tardi, qaradi. Keyin Naziraga, "Men buni kechira olmayman. Faqat bolaga otalik qilishim mumkin" dedi. Nazira bolasi bilan uydan chiqarildi. Men buncha dardni ko'rganimdan keyin onamning uyiga ketdim. Shavkat meni to'xtatmadi. Uning ham qalbi parchalangan edi. Men onamnikiga qaytib kelganimda meni ko'rgan onalarim nima bo'lganini so'rashga jur'at qila olishmasdi. Hech kim mening ko'zlarimdagi tun-u kun yig'idan qoraygan halqalarni, lablarimdagi
shipshiq shilimshiqni, jimjitlikni ocha olmasdi. Men Ovsinimning qilgan gunohidan ko'ra uning aybi uchun qiynalib yashayotganimga o'kinardim. Er-xotinlikda ishonch qolmagandi. Shavkat u kunlarda menga bir marta qo'ng'iroq qildi. Balki sen to'g'ri qilding, balki bizga vaqt kerakdir, dedi. Men vaqt emas, yurak kerak edi demoqchi bo'ldim, ammo tildan chiqmadi. Nazira esa farzandi bilan hech qayerga bora olmadi. Uning ota uyi ham unga eshikni ochmadi. Yolg'iz poytaxtning bir chetidagi norasmiy uylardan birida vaqtincha yashay boshladi. Undan ko'nglim qolmagandi. Aksincha unga mehrim oyimdan ham ko'proq ortgandi. Chunki u yiqildi va yana tiklanishga urinayotgan edi. Men u bilan yashirincha xabarlashib turdim. Bir kuni tunda Nazira meni chaqirdi. Unga bola bilan yordam kerak ekan. Shoshilib bordim. U uyida non yo'q. Gaz ham yo'q. Bola yig'layotgan ekan. Men unga ovqat, pampers va shunchaki odam kerakligini tushundim. U meni ko'rib yig'lab yubordi. Quchoqlashib turdik. U shivirlab, men faqat sevgi istadim. Menga shunchaki bir gap kerak edi. Sen borsan, men borman degan dedi. Men mingta odamning ichidan faqat bittasi sevgi berishi mumkin, ammo u ham senga tegishli bo'lmasligi mumkin dedim. Nazira hayotini yangi sahifadan boshladi va shifoxonada klinikning xizmatiga joylashdi. Bolasini boqib o'z kuchi bilan yashashga harakat qildi. Bolani tug'ilganidan so'ng 5 oy o'tdi. Shu vaqtda uning ishxonasidan o'sha boshliq yana paydo bo'ldi. Bu gal u bolani tan olmoqchi bo'lganini aytdi. Lekin Nazira unga sendan endi menga hech narsa kerak emas. Men yolg'iz ona bo'lishni tanladim. O'zimga ishonaman. Bolamni sensiz ham oyoqqa qo'yaman dedi. Men esa 1 yildan so'ng erim bilan ajrashdim. Ajrashuv oson kechmadi. Sud, gap-so'z hamma Nazirani la'natlardi. Men esa undan himoya qildim. U gunoh qilgan bo'lsa ham gunohini yashirishni emas, tan olib undan tozalanishni tanladi dedim. Bu gaplar menga yana ham ko'proq dushman orttirdi, ammo qalbim tinch edi. Chunki men insoniyatni nafrat bilan emas, tushunish bilan yutishni o'rgandim. Yillar o'tdi. Nazira bolasini maktabga berdi. O'zi ham kechki o'qishda buxgalteriyada o'qiydi. Men esa qaytadan hayot qurdim. Endi bir maktabda psixolog bo'lib ishlayman. Har bir qizga aytaman, yolg'izlikdan qo'rqma, o'zingni yo'qotma. Qalbingda kimdir bo'lishdan avval ruhingni o'zing bo'l. Bir kuni Nazira bilan bog'da uchrashdik. U bolasi bilan birga kelgandi. Bolasi meni Zulayxa xola deb quchoqlab yubordi. Men yig'lab yubordim. Nazira qulog'imga shivirlab, "Meni faqat sen tushunding." Bu so'zlar mening butun hayotimni o'zgartirdi. Chunki hayotda inson gunoh qilmasligi mumkin, lekin gunoh qilganlarni tushunish eng katta insonparvarlikdir.